Sizlar manzil Andijonda zudlik bilan telefon qilinglar. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana divanimizni, raskladno divanlarimiz bitta yangiligi chiqdi. Mana Ispaniyadan divanimiz bitta yangi turida. Birinchisi sondig'i bor, burchil yostig'i bor. Bemalol inson 2 kishi sig'oradigan divan. Hozir yig'ishtirilgan holatda 1 kishi mana yotaveradi. 1 kishi bemalol yotaveradi. Uzunasiga 2 metr, Ispaniya holatida bir kirib bo'ladi. Qaranglar, buni qanday ishlashlarini kuzatib qo'yaman. Sizlarga birinchi o'rinda uylarga qanday olib ketiladi deganlarga. Qo'l qo'yadiganlar ajraladi. Qo'l qo'yadiganlar mana ajraladi. Qo'l qo'yadiganlar ajraladi. Ishlash holatini ko'ringlar. O'ta yengil. Bemalol mana 2 kishi yotib foydalansa bo'laveradi. Bismillah. Hurmatli do'stlar, manzil Andijonda zudlik bilan telefon qilinglar. Shu ishlarimizdan kimga kerak bo'lsa, Xudo xolasa chiroyli qilib arzon qilib sizlarga qilib beramiz. Mana hali akamiz gapiga esimizga tushyapti. Bo'lsa xalqimizga bo'lsin. Imkon qadar sizlarga izlanishda harakat qilyapmiz. Yangiliklar yaratib mana sizlarga Xudo xolasa chiqarib beryapmiz-da. Ko'ringlar, kimga shunaqa Ispaniyalardan kerak bo'lsa, telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz inshaalloh.